hovli tozalaymiz. Qarachi, bugun sizlar bilan birgalikda hovlilarni tozalaymiz. Aniqrog'i basseyndagi suv uval ketmasligi uchun shu ishni qilamiz. Avval hamma joyga suv sepib chiqishim kerak edi. O'shaning uchun birinchi bo'lib darvozaxonadan, keyin uyni yonidan, keyin bo'lsa bu yerni ham srazi suv sepib tashishni boshladim. Bu yerga ham suv sepib tashishni boshladim. Shaq qilib asmiram bo'lib ketdi. Keyin hovlilarga ham suv sepib tashladim. Qarachi, faqat suv sepdim-da. Hali ham shilta qilib sepmadim. U joyni supurganimcha bu joy sal selkib turadi. Sizlarda ham selkib deyiladimi? Selkib turadi deb turib shunga sal shiltaroq qildim, shtob qurib qolmasin deb. Keyin darvozaxonani srazi supurayotgandim. Telefonim qizib ketganiga kamerasi o'chib qolibdi. Keyin men bu yoqlarni ham tozaladim. Negadir mana shu yoqni supurish menga judayam yoqadi. Bilmasam nimaligini. Keyin mana shu yoqlarni ham qarachi tozalab tashladim. O'zi bu video faqat tozalash haqida bo'lsa, boshqa nima deyish mumkin, to'g'rimi? Qarachi tozalab tashladim. Glavnisi basseyndagi suv uval ketmasa bo'ldi. Baribir hamma joyga hamma suvni ham ishlatib tashlay olmadim. Keyin basseynni ochib yubordik. Qolgan suvni pomidorlar ichdi. Qarachi supurib uy bo'lganimdan keyin hovliga taqib suv sepib tashladim. Ko'rganinglar, like bosganinglar va obuna bo'lganinglar uchun oldindan rahmat. Obuna bo'lib qo'yinglar. Paka.